Har bir odam o'zini va oila a'zolarining sog'lig'iga bee'tibor bo'lishi kerak emas. Ya'ni siz oila boshchisiz yoki oilada kattasisiz, siz bolalaringizni, ota-onangizni yoki opa-singillaringizni sog'lig'iga e'tibor berishingiz kerak. Asosan bizani mintaqamizda keng tarqalgan kasalliklar, ya'ni hozirda o'lim darajasi bo'yicha yuqori o'rinda turadigan narsa bu yurak qon tomir sistemasi. Ya'ni har bir oilada bitta odam bo'lishi kerak, oila a'zolarining yurak urish sonini, qon bosimini nazorat qilish kerak. Bir xil bemorlarni hech narsa bezovta qilmaydi, ishini qilib yuraveradi, doktorga ham murojaat qilmaydi. Lekin bundoq davleniyasini o'lchab qarasangiz, davleniyasi 150-160 yani yuqori qon bosimi orqali yurgan bo'ladi. Bu hozir bilinmaydi, hozir yuraveradi, ertaga bu oshib hamma narsani ham yakuni bor, ya'ni chegarasi bor. Chegaraga yetgandan keyin kasalni yiqitib qo'yadi. Yiqitgandan keyin har xil gap so'zlar tarqaladi. Yaqinda yaxshi yuruvdilar, to'satdan insult bo'lib qoldilar yoki yaqinda yaxshi yuruvdilar, to'satdan infarkt bo'lib qoldilar degan gap so'zlar tarqaladi. Shuning uchun kasallik hech qachon to'satdan boshlanmaydi. Kasallikni boshlanishidan oldin o'zining belgilarini ko'rsatadi. Metodi oddiy. Bitta tonometr olish kerak, ya'ni qon bosimini o'lchaydigan apparat va yurak urishi, saturatsiyani ko'rsatadigan pulsoksimetr har bitta uyda bo'lishi kerak. Har doim, demak, agar kasal sog'lom, o'zini sog'lom deb sezsa, haftada bir qon bosimini va yurak urish sonini o'lchab yurish kerak. Agar bu показательlar bir xil me'yorda yuradigan bo'lsa, demak, biling, siz sog'lomsiz. Sizni hech narsa bezovta qilmaydi. Agarda davleniyasi 120 yuryapti, 6 oy 120 yurdi, keyin 7-8 oyga borib 140 gacha oshdi. Demak, kasallikni erta aniqlagan bo'lasiz. Doktorga borsangiz, erta davo olib, kasallikdan qutulib ketasiz. Yoki yurak urishi bo'yicha ham yuragi bir xil maromda urib turuvdi-da, keyin tashab urishlar paydo bo'lib qoldi. Buni ham erta borsangiz, erta sababi aniqlansa, sababi yo'qotilsa, aritmiyadan qutulishingiz mumkin. Shuning uchun demak, kasallikni harakat qilish kerak, erta bosqichda aniqlab, erta bosqichda davolashni boshlash kerak. O'shanda kasallikdan qutulib ketishni imkoniyati yuqori hisoblanadi. Shuning uchun aziz kuzatuvchilarim, sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang va albatta atrofdagilarning ham sog'lig'ini o'ylang.